Bugungi tezkor hayot sur'ati, raqobat, talablar va kutilayotgan natija inson salomatligiga ruhiy ta'sir o'tkazadi. Ishdagi xodimlarda ayniqsa bu yaqqol seziladi. Stress ruhiy va jismoniy salomatlikka bevosita ta'sir o'tkazuvchi muhim omil hisoblanadi. O'zi umuman ishdagi stresslarning kelib chiqish sabablari nimadan bo'ladi? Vaqtida tugatilishi kerak bo'lgan vazifalar ko'paygani, natijada ish hajmining oshishi, aniq bo'lmagan vazifalar, ya'ni xodim nimani bajarishi kerakligini aniq bilmasligi, ish joyidagi adolatsizlik yoki bosimlar, boshliq yoki jamoa tomonidan xodimga nisbatan bo'ladigan bosimlar, uning o'zini qadrsizlanish hissini tuyishi, shaxsiy hayot va ish o'rtasidagi muvozanatning yo'qligi. Mana shu omillar insonda charchoq, tushkunlik, diqqat yetishmovchiligi va hatto uyqu buzilishiga ham olib keladi. Stressni kamaytirish uchun qanday yechimlar mavjud? Istalgan bir muammo borki, albatta uning yechimi ham bo'ladi. Stressni kamaytirish uchun avvalo tanaffus qilishni, dam olishni o'rganish lozim. Kuniga 10-12 soatlab ishlash samara bermaydi. Bu surunkali charchoqqa ham olib boradi. Shuning uchun dam olib turishni ham unutmaslik lozim. Vazifalarni ustuvorlik bo'yicha tartiblab chiqish. Ishlarni rejalashtirsangiz, miya ortiqcha yukdan xalos bo'ladi va siz o'zingiz ham kerakli vazifalarga e'tibor qarata olasiz. Yo'q deyishni o'rganish. Ko'pincha stress mana shundan ham kelib chiqishi mumkin. Suhbatlashib turish, yolg'iz qolish stressni yanada kuchaytiradi. Do'stlaringiz, oila a'zolaringiz va hamkasblaringiz bilan suhbatlashish sizni hissiy jihatdan ham yengillashishingizga imkon bo'ladi. Uning davomiyligi insonning ruhiy va jismoniy salomatligiga zarar yetkazadi. Undan qutulish choralarini ko'rib qo'yish lozim. Unutmang, eng muhim ish o'z salomatligingizga e'tiborli bo'lish.